Bizga to'y qilib necha yil bo'ldi hozir? 15 yil bo'ldi. 15 yilni yo'q, ajab boz ketib qolding ha? Bundan keyin men sizni qanday boz ketib qolibdi ha? Mana 15 yilni qanday taqdi o'tkazishni bilamsan, ha? Maqala mana. Pul chiqarib pul. Abdullah, amin Abdullah. Uyga. O'rgandim boshlab, va uydagi cho'ng kichik hamma ishni o'zim boshqartman. Pulni men boshqartman. Fikring bormi? Men sana aytgan bekitib bergan qaydini yodla. 3 vaqt tomoqni siz bekitib bergan tizimlik bu ish tayyor qilibman. Sizning ruxsatingizsiz talog'imga chiqmayman. Opamning uyiga bormayman. Kunda bevaqt putingizni yuyman. Bir oyda 15 ko'ddan ortiq pul xarjlamayman. Bir yilda faqat bir qatimdan kiyim olaman. Olgan kiyimimning qimmati 30 ko'ddan eshib ketmaydi. Ha, yana-chi? Her ayda qayntam bilan qaynapamga optikir malimning 6-chi tilshipa ichimligidan bir qatini olib berman. Nalab keparqini bilamsan? Bilibman. Deb baqa. Aqsu Yangi bozor Do'lan bog'chisining orqa darvozasi tarafdagi 3 to'qmishda. Telefon numerichi? 138 99 28 28 28. Yana qanday mulozim to'yga? Shu do'konda optikir malimning shogirdi muntazam kasalliklardan maslahat bergan. Navada do'konga borolmay qolsak, telefonda mal zakaz qilsak, butun Shinjonga kran yaxsiz qilib seperga. Yana-chi? Tugdi. Tugdi? Ben sana nima dedim? Men sirtga chiqqanda menga telefon qilmaysa, uchur yozmaysa, uqdingmi? 15 yilning yoqi Maxtum meni bo'zaq qilib kelgan. Bundan keyin men Maxtumni bo'zaq qilibman. Meni qo'shib olmaganlar yondagi qo'shash belgisini besib, meni qo'shib olinglar. Tomosha oldimizda.